Ketdimi? Ketdim. Bismillah deb Alloh o'zingga tavakkal qildim deb sekin duolarni o'qiding. Qarang. Voy. Ko'zlarim yosh kelib ketyapti. O'sha. Ham zo'rg'ishib turibman. Hammasi cho'tki bo'ladi inshaalloh. Oyog'i bilan yurib ketyapti mana. Seni hammadan yaxshi Shularni yaxshi ko'raman. sevaman. Men ham sizni yaxshi ko'raman. Xasta bola qolsa 5, 6 qiziqdi. Sevaman. kasal bo'lma iltimos, sensiz nima qilaman? Bizga baxtlar yarashar. Ishoninglar, shunaqa hayajondaman. Hech qachon operatsiyada qatnashmaganman. O'zga yorlar kulgularing darmon emas, boshqa birov sendek Baholatda uzog'i bilan 5-6 soatlar ishlaymiz. xasta bo'lma jonim, ado bo'laman, mendan oldin olma shon, o'lib bo'laman, senga men zor. Operatsiyani 14:20 da boshlaganmiz. Qancha vaqtdan beri operatsiya davom etyapti. Hozir juda ham yaxshi, ko'rsatkichlari yaxshi. Men o'zim boshdan oyoq shu yerda turibman. Bitta narsa 5-mart kuni shu ko'koshda bo'lgan kuni. Mendan oldin olma shon. Hozircha hammasi yaxshi. Xudo xolasa ozgina, juda ham ozgina daqiqalar qoldi. O'ziga kelib ko'zini ochsayoq ko'nglim xotirjam bo'ladi. Juda Rona 7 soatda inshaalloh operatsiya tugadi. Hammasi yaxshi o'tdi, xudo xolasa. Hozir reanimatsiyaga olamiz. Reanimatsiya bo'limidan o'ziga kelishini kutaman, xudo xolasa. 7 soat yonida bo'ldim. Xudo xolasa hammasi yaxshi. Sektorlarimiz ko'z tegmasin. Qo'llari dard ko'rmasdi. Kokoshim Nejniyam reanimatsiyaga chiqqaniga asabi sizga gul ko'zini ochishi bilan gulga ko'z tushsin. Hozir davolayapti. Operatsiya hammasi joyida. Sog'ligi ham joyida. O'sha qimmatlashni boshladi. Ko'ngil 100% to'q. Duo qilganlarga, doktorlarga, medkonsultantga, hammaga alohida rahmat. Salomat bo'ling.